Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Men sizlar uchun 2 etajli joy proyekti условияларni o'zingiz ko'rib turibsiz. Baniya kuxnялari birinchi etajda, zal, mehmonxona, bitta spalni ham bo'ladi. Ikkinchi etajda 4 ta xonasi bo'ladi. Mana bu yerda mana yuqoriga chiqadigan lestnitsasi. Böyle 2 ta, 3 ta, 4 ta xonasi bo'ladi yuqorida. Xohlasangiz yuqoriga ham baniya qursangiz bo'ladi. Proyektimiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Kanalda mehmon bo'lsangiz podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Yaqin daqiqalarda Qutlumurod Abduqodirov bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.